Hamma oilada ham shunaqa bo'lsa kerak, o'z kishilarga Shahzoda sizlarda qanaqa? Bizda ham bitta ukam bor. Ukamga ota-onam tarafdan mehr ko'proq, erkalatishlar ko'proq. Men 15 yoshimda mustaqil hayotga chiqqan bo'lsam, ukam 18 ga kiryapti, hali ham u как yosh bola. Erka. Tarafda bo'lgan har doim. Shahrizoda, sizda ham yutuqlar ko'p, to'g'rimi? Hey, Shahrizoda hozir barmoqlar yetmay qoladi. Soat yetmay qoladi. Bizda asosan shu modellik bo'yicha, go'zallik tanlovlari bo'yicha yutuqlar. Yaqinda yer go'zali tanloviga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu dunyo bo'yicha eng zo'r tanlovlardan butun dunyodan kelishadi. Xudo xohlasa, mana shu go'zallik tanloviga qatnashib keladi. U tanlov nomini aytvoring yana bitta. Yer go'zali. Yo'q. Yer sayyorasini go'zali. Sal shunaqa bir dunyo go'zali qilsak bo'lmasmikan? Sizda o'qigan model qizlar ham konkurslarga hozir borishyapti. O'zingizga raqib bo'lib qolsa, keyin Yo, unaqasi bo'lmaydi, hammasi hurmat qilishadi. Biz yaxshi tarbiyalaymiz ularni. bilib chiqib ketishadi o'zligidan. Uzr, men yura olmadim, sal cho'loqlanib qoldim. O'zim chiqib ketaman. Shahrizoda ham bor ekan. Hurmat